Assalomu alaykum, hurmatli sportchilar, qadrli sportchilar. Nimaga vaqtinglarni bekor ketkizmanglar deb sizlarga ko'p ta'kidlaymiz. Mana yoz paytida bo'ldi, yoz kanikul qilish kerak, o'qish kerak, trenirovkani oz to'xtatib turish kerak deganlarga. Shunaqa insonlar borki, karate bilan yashaydi, sport bilan yashaydi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Sizlar mana ko'z-ko'rni, oyoq yo'li ishlayapti-da. Sizlar uyda o'tirib turib yoki har xil bahonalar bilan trenirovkalarni to'xtatasizlar. Bu yaxshi emas. Ko'ryapsizlar. Mehnat qilib ishlasa bo'ladi. Ko'z-ko'rlar, oyoq yo'li ishlayapti. Mehnat qilyapti, trenirovka qilishmaydi. Sizlar uyda o'tirib turib telefon o'ynaysizlar. Vaqtinglarni bekorga ketkazasizlar.